Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayh Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 8-majlis. Shayx Abdulqodir rahmatullohi alayh 545-yili Shavvol oyining 12-kuni madrasada shunday dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Alloh do'stini azoblamaydi, balki uni sinaydi. Imom Ahmad rivoyati. Mo'min kishi Alloh azza va jalla huzuridan keladigan barcha sinovlarda sobit turadi. Ulardan keyin dunyo va oxiratda foyda ko'radi. U balo sinovlarga rozi bo'lib, Robbini ayblamaydi, sabr qiladi. Ey dunyo bilan shug'ullanuvchilar, bu o'rinda sizga hech qanday so'z yo'q, chunki siz qalblaringiz bilan emas, tillaringiz bilan gapirasiz. Siz Alloh taolodan, uning kalomidan, payg'ambarlaridan, xalifalari va merosxo'rlari bo'lmish haqiqatga ergashganlardan yuz o'giruvchisiz. Siz taqdir xususida tortishasiz. Allohning ne'matlaridan ko'ra xalqning berganiga qanoat qilasiz. Siz Alloh huzuridan hech qanday so'zni eshitmaysiz. Solih bandalar uning huzurida ixlos bilan tavba qilib sobit turadilar. Qazoyi qadarga o'zingiz uchun ham, boshqalar uchun ham muvofiq bo'linglar. Azizlik, xorlik, boylik va faqirlik, salomatlik va kasallik va yaxshi yomon narsalarda undan rozi bo'linglar. Ey insonlar, ergashinglar, ergashtirasiz. Xizmat qilinglar, xizmat ko'rasiz. Solihlarga ergashib, ularning xizmatida bo'linglar. Hatto odamlar sizlarga ergashadi va xizmat qiladi. Ularga hokisor bo'ling. Shunda sizlar uchun ham hokisor bo'lishadi. Qanday muomala qilsangiz, shunday muomala ko'rasiz. Qanday bo'lsangiz, shunday boshqarilasiz. Al-Hindi Kanzul Ummol kitobidan. Haq azza va jalla bandalariga zolim emas, ozgina amaliga ko'plab mukofot beradi. Sahihni fasod deb, sodiqni kazzob deb nomlamaydi. Ey yigit, agar xizmat qilsang, xizmat ko'rasan. Haq azza va jallaga xizmat qil. Zarar ham, foyda ham bermaydigan o'sha sultonlar xizmatida mashg'ul bo'lma. Ular senga nima ham bera olardi? Senga taqsimlanmagan narsalarni beradimi? Yoki Haq azza va jalla taqsimlamagan narsani sizlarga taqsim qilishga qodirmi? Biror narsa ularning huzuridan boshlanuvchi emas. Agar ularning huzuridan ato qilinadi desang, kofir bo'lasan. Beruvchi, qaytaruvchi, oluvchi, zarar va foyda yetkazuvchi, muqaddam va muaxxir qiluvchi faqat Alloh azza va jallaning o'zi ekanini bilmaysanmi? Voy bo'lsin senga. Nega oxiratingni dunyo bilan fasod qilasan? Nega hojang toatini nafs havo, shaytoning va xalq toati bilan buzasan? Nega undan boshqasiga shikoyat qilib taqvoyingni ketkazasan? Alloh taqvodorlarni muhofaza qiluvchi va ularga yordamchiligini bilmaysanmi? U zot ulardan qaytaruvchi va ularga bildirib qo'yuvchi va narsalarni o'zlariga tanituvchidir. Qo'llaridan tutib yomonliklardan ularga najot beradi. U zot qalblarga nazar soluvchi va bandalarni o'ylamagan tomondan rizqlantiruvchidir. Alloh taolo shunday deydi: Ey odam farzandi, mendan xuddi solih qo'shningizdan hayo qilgandek hayo qilinglar. Tabaroniy va Haysami rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: agar banda eshigini berkitib, pardalarini to'sib, xalqdan berkinib, yolg'iz holda Alloh azza va jallaga ma'siyat qilsa, Alloh taolo shunday deydi: Ey odam farzandi, meni ko'ruvchilarning eng zaifi deb bildingmi? Shuning bilan 8-majlis nihoyasiga yetdi.